Bugun bolalar bizlar iPad qilishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib Play Marketga kirib olib, bu yerga qidiruv bo'limidan Split Screen deb yozib olamiz. Bu iPad qilish, ya'ni PUBG Mobile'ga ustiga bosib olib, mana shu birinchida chiqqan ilovani tortib olamiz. Ilovani o'rnatib bo'lgandan so'ng ilovaga kiramiz va bizda Get Started'ni bosamiz va birinchidagi yashil knopkani bosamiz. Birinchi bo'lib YouTube'ni tanlab olamiz. Keyin pastroqqa tushib PUBG Mobile tanlab olib, biroz turgandan keyin tepaga ko'taramiz. Va Craft'dan chiqadi. Mana shu yo'li iPad'ligi bilinib turibdi. Mana iPad'imiz o'xshadi. Endi bo'lsa 24 Warzone bosib chiqamiz. Qani go. Videoni oxirigacha ko'ring. Endingi navbat 406 ga. Qani go. Video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Sizlar bilan Prime Otash.